Assalomu alaykum. Bugun gapimiz Yevropaning eng boy mamlakatlaridan bittasi, eng boyi ham shu menimcha, Liechtenstein haqida gapirsak. 30 ming aholisi bor ekan. Aqalli aeroporti yo'q ekan. Agar rost bo'lsa, haqiqiy puli ham yo'q o'zini, Liechtenstein puli deganim. Lekin xalqi shunaqangi boy, bu ishonchli manbadan oldim, borib kelgan odamdan eshitib o'tiribman. Aniq odam bo'lgani uchun aytyapman. Shunday ekanki, shu xalqi shunchalik ham boy, shunchalik ham tartibli, biron joyda qattiq gapirish, hamsiyaga ozor berish degan gap yo'q ekan. Boyligini maqtanish u yoqda bir emasday deydi-ku bizlarda bir noqulay aholi ekan. Hammasi joy-joyda. Mamlakat shunaqangi boy, xalqlarni shunday ta'minlab qo'yibdi. Xalqi ham shunga yarasha mosda. Xudo berar ekanda shunaqangi bo'lsa, birovga xalaqit qilmaydigan, birovga zo'ravonlik qilmaydigan, birovga bir ozor bermaydigan xalqni shu musulmon bo'lmasa ham, shu boshqa millat bo'lsa ham Xudo qo'llab qo'yar ekan deyman-da. Hozir mana bu yerda ko'ryapman, bir shovqin, juda bir noqulayliklar bo'ldi, bir xillarni ko'rib aytmayman qayerdaligini. Lekin shunday zo'r mamlakatlarga havosimiz ketyapti-da. Hammamiz ham havosimiz ketadi. Shuning uchun shuni xalqi deb bo'laylik oldin. Undan keyin ikkinchi darajalisi, keyin ikkinchisi keyin. O boylik ham, baraka ham keladi. Bironta kishiga yomonlik qilmasdan, bironta kishiga ozor bermasdan, faqat kulib gapirib, ana shunday. Qo'shilganlar bormi gapimga? Yaxshi kunda.